Abu Hanifa rahmatullohi alayhi ham mana shu ilm toliblari suslayib e'tibor bermay qolsa o'zlarini tamassuk qilgan she'rlari bor ekan. Kafa hazanan alla hayata hani'atun wa la amala yarda bihi Allahu solihu wa la amala yurdillaha solihu deb turib Mulla Ali Qori aytadi. Shu she'rlarni aytib tebranib qo'yardilar Abu Hanifa rahmatullohi alayhi deydilar. Hikmatul ilm dedi sharhida aytganlar. She'rda davom etadigan lahu va hun wa'si hawaka. Havoy nafsiga isyon qilgin, ya'ni unga orqasidan yurmagan. Hatta tara halaka halal mushidi. Holating shunaqa bo'lsinki, mana bu nashidan aytayotgan holatda bo'lsin. She'r aytgan insonning holati qanday edi? Law anna salma absarat takhaddudi diqqatan fi saqi wa yadi addat min al-wajdi asabi' al-yadi dedi. Agar Salmo meni holatimni ko'rganda edi, ozg'inligimni, qo'llarim va boldinlarim ozg'inligidan qo'lini tishlab olardi dedi. Waqsid bihi wajhallazi anshaka. Bu olayotgan inim bilan faqat seni paydo qilgan anshaka zotni qasd qilgin. Wala tumari fihi man nawaka. Ilmga sen bilan bahslashishga harakat qilganlar bilan bahslashib o'tirmagan deydi.